Bugun bizlar barkamol avlod. Shu vatanning suyanch ardog'i, azim chinor bo'lsa gar vatan, bizlar uning ko'rki yaprog'i. Mag'rur dilda muqaddas maqsad, shu vatanning koriga yarash va shuurga bosilgan dastxat, tiniq fikrat, keng dunyo qarash. Biz hech kimdan kam bo'lmaganmiz. Kam bo'lmasmiz illo hech qachon. Biz bir tanmiz, sobit qadammiz, ortimizda vatan jonajon. Biz barkamol o'ktam avlodmiz, kelajagi buyuk davlatmiz. Muhtaram yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov ta'rif berganlaridek, vatan ravnaqi, yurt tinchligi va xalq farovonligi uchun bugun qalb qo'ri, kuch-qudratini baxshida etadigan, har jihatdan barkamol farzandlarni voyaga yetkazadigan davlatning kelajagi buyuk bo'lishi shubhasiz. Bunday yurt hamjamiyatida hamisha o'zining munosib o'rniga ega bo'ladi. Davlatimiz rahbarining yoshlarni ana shunday oliyjanob maqsadlar ruhida tarbiyalashga qaratilayotgan ulkan sa'y-harakatlarining dastlabki natijasi o'laroq mamlakatimizda yosh avlodni kamol toptirishga xizmat qiladigan, ta'lim tizimida yoshlarni qamrab oladigan yaxlit va yagona samarali tizim shakllandi. Xo'jaobod tumanidagi kasb-hunar kollejlarining iqtidorli, bilimli o'quvchilari ham o'zlari tanlagan soha yo'nalishlarida ta'lim-tarbiya oladilar. Xo'jaobod transport kasb-hunar kollejida 934 nafar o'quvchilar ta'lim-tarbiya oladilar. Ularga 54 nafar ustoz murabbiylar va ishlab chiqarish ta'lim ustalari ta'lim-tarbiya kasb sirlarini o'rgatib keladilar. Xo'jaobod transport kasb-hunar kollejimizda jami 934 nafar o'quvchi tahsil olmoqda. Bundan 184 nafari qizlardan iborat. Hozirgi kunda 934 nafar o'quvchiga 6 ta yo'nalishda malakali pedagog kadrlar ta'lim berib kelmoqda. Hozirgi kunda yangi zamonaviy texnologiyalarda darslar o'tilmoqda. Multimedia xonalari qilganmiz, yangi ishlanmalar, elektron darsliklar. Hozirgi kunda ikkinchi tur fan olimpiadalarida tarix fani bo'yicha o'quvchilarimiz birinchi o'rinni oldi va viloyatda 3-o'rinni olib yo'llanmalar olishdi. Hozirgi kunda tumandagi Shunqorlar birlashuviga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Bunda ham jami 8 nafar o'quvchimiz ishtirok etmoqda. Ularni shichiyot rahbari tayyorlab kelmoqda. Barcha fanlar bo'yicha fan to'garaklari o'z ishini olib bormoqda. Bunda ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasida tarix, huquq to'garaklari faoliyat olib bormoqda. Bundan tashqari sport to'garaklarimiz ish olib bormoqda. Bularda jami ichki olimpiadalarda, o'zimizda o'tgan ichki olimpiadalarda g'olib bo'lgan talabalarni tuman bosqichida ikkinchi tur olimpiadalarda qatnashishga alohida e'tibor berib, tayyorgarlik olib bormoqdamiz. Bugungi kunda kollejimizda hamma sohada jadal ishlar olib borilmoqda, xususan ma'naviyat ma'rifat ishlari bo'yicha har bitta o'quvchi bilan yakka tartibda individual ishlash, mahalla fuqarolik yig'inlari, profilaktika nozirlari bilan, xususan har bitta ota-ona bilan alohida ishlash tashkillashtirilgan. Guruh rahbarlari boshchiligida har bitta o'quvchini uylariga borib, ularning yashash tarzi, ota-onasi va ularni dunyo qarashlarini o'rganib kelindi. Bundan tashqari o'quvchilarni bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish maqsadida kollejimizda har haftada tadbirlar olib borilmoqda. Har haftada ijtimoiy fanlar, aniq fanlar va maxsus fanlar kafedrasi tomonidan haftada fan haftaliklari tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Xususan bundan tashqari tuman, viloyat tomonidan o'tkazilayotgan tadbirlarda munosib ishtirok etib kelmoqdamiz. O'quvchilar darsdan so'ng mashg'ulot 32 ta fan to'garaklarida ishtirok etib, sport musobaqalari va sport tadbirlarida olgan bilimlarini, bu yerda olgan bilimlarini o'sha tadbirlarda ko'rsatmoqdalar. Xususan mana respublikada bo'lib o'tgan bog'li kurash musobaqasida o'quvchilarimiz 3 nafari faxrli ishtirok etib, faxrli 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni qo'lga kiritdilar. Bugungi kunda siz qonunni bilasizmi? Zakovat festivalida yosh shunqorlar, yosh chegarachi tanlovlarda munosib ishtirok etib kelmoqdalar. Kollejimizda 2014-2015 o'quv yilida obodonlashtirish ishlarida ham qadar ishlar amalga oshirilmoqda. 2014-2015 o'quv yilida 389 nafar bitiruvchilar ta'lim-tarbiya olmoqdalar. Ulardan 85 nafarni qizlar tashkil etadi. Bugungi kun holatida ushbu o'quvchilarni ishga joylashtirish va bandligini ta'minlash bo'yicha 380 nafariga 3 tomonlama shartnomalar tuzilgan. Ushbu o'quvchilarni tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagini bildirganlar 31 nafarni tashkil qilib, shulardan 5 nafari qizlar hisoblanadi. Ushbu o'quvchilar bilan
tijorat banklari tomonidan kreditlar olish, kelgusida o'zlarini tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun bugungi kunda iqtisod fani o'qituvchimiz Karimjon Nozimjon tomonidan doimiy ravishda tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Xo'jaobod tumani Xalq banki vakillari bizning kollejimizda o'quvchilar bilan uchrashuv o'tkazdi. Ushbu uchrashuv natijasida o'quvchimiz Vali Muhammadali hujjatlarni topshirdi. Bugungi kunda ushbu o'quvchimizga 10 million so'm kredit chiqish arafasida turibdi. Undan tashqari qolgan 30 nafar o'quvchilar ham hujjatlarni tayyorlamoqda. Nasib qilsa, shu yil yakunlanguncha ushbu o'quvchilarni ham tijorat banklari tomonidan kreditlar olib, tadbirkorlik faoliyatini olib borishadi. Bundan tashqari 54 nafar o'quvchilarimiz oliy o'quv yurtlariga kirish istaklarini bildirgan. Ushbu o'quvchilar bilan ham har kuni o'qishdan so'ng to'garaklar tashkil qilinib, ularni o'zlari xohlagan bilim yurtlariga kirish uchun amaliy yordamlar berilmoqda. Xo'jaobod transport kasb hunar kollejining ustoz murabbiylari Shuhratbek Ikromov, Ravshanbek Turkistonov, Shuhratbek Yunusov, Qobiljon Mamataliyev va ko'plab fidoyi ustozlar o'quvchilarga kasb sirlarini o'rgatib kelmoqdalar. Kollejda obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, kollej hududidagi har bir qarich yerdan unumli foydalanishda ustoz va yuqori kurs o'quvchilari birgalikda darsdan bo'sh vaqtlarida mevali va manzarali ko'chatlar parvarishi, gulzorlar barpo etishga ham alohida ahamiyat qaratadilar. Bu ishlarni amalga oshirishda esa kollej direktorlari, tajribali ustoz Jo'raboy aka Zo'rxo'jayevning samarali mehnatlari bor. Bizning kollejimizda 180 nafar qizlarimiz kasb va bilim sirlarini olib ta'lim tarbiya olishmoqda. Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan mana bir necha yillardan beri faoliyat ko'rsataman. Kollejimiz qizlar orasida qizlar to'garagi faol ravishda tashkil etilgan. Qizlarimiz o'rtasida bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish, ularni erta turmushga chiqishini olish borasida bir qancha qator tadbirlar, turli to'garak mashg'ulotlar o'tkazib boriladi. Qizlarimiz bu to'garaklardan, shu tadbirlardan, ko'rik-tanlovlardan o'zlariga yetarli darajada bilim, ko'nikma ham hayotiy tajriba olishga erishmoqdalar. Bunda kollejning 121-guruh qizlari, 100-guruh qizlari, 112-guruh qizlari, barcha qizlarimiz faollik ko'rsatib, jon dillari bilan to'garaklarimizga qatnashadi. Ko'rik-tanlovlarda ishtirok etishadi. Kollejimizda biz libos va muomala mavzusida orasida qizlar to'garagiga mavzular berilgan edi. Shu to'garakda faol qatnashib, 112-guruh o'quvchimiz Rasulova Gulsanamxon viloyatdagi yakunlov prezentatsiyasida qatnashib qaytdik va o'zimizga kerakli ma'lumotlarni, yakuniy xulosalarni olib, shu kollejimizda tatbiq qilish uchun mahoratimizni, bilimimizni oshirib qaytdik. O'quvchilar qiziqishadi bu maxsus fanlarga. Nimaga deganda, bevosita texnika bilan bog'liq. Aynan texnik mexanikani oladigan bo'lsak, juda ham ko'p ular shu hayotda to'qnashgan sababli misollar keltirib, hayotdan oxirgi yoki yangi pet texnologiyalardan foydalanib darslarni bizda tajribali o'qituvchilar o'tadi. Bolalarning qiziqishi juda ham yaxshi. Maxsus fan xonalari 4 ta 5 ta xonalari bor. U yerda misol avtomobillarni, yuk avtomobillari, yengil avtomobillari, traktorlar harakatlanuvchi modellari hattoki bor. Stendlar bilan jihozlangan. Avtomobillarning texnik xizmat ko'rsatish yo'nalishini bitirgan o'quvchi, ular texnik mexanik bo'lib ishlashi mumkin. Avtoservislarda alohida deylik akkumulyatorchik yoki avtoelektrik yoki motorist, tunika soz, ya'ni korpuslarni to'g'rilab, sozlab remont qiladigan mutaxassis bo'lib ishlashi mumkin. Bizning bilim olishimiz uchun barcha shart-sharoitlar muhayyo qilingan. Ayniqsa ustozlarimizning bizga berayotgan bilimlari, ularning bizga qilayotgan muomalalari juda katta tahsinga loyiq deb bilaman. Men ko'pgina fanlarga qiziqaman. Jumladan ona tili va adabiyot, matematika, fizika, jismoniy tarbiya. Bulardan eng yaxshi ko'rganim va eng jonu dilim esa ona tili va adabiyot hisoblanadi. Ona tili adabiyot fanidan fan olimpiadasiga bordim va 1-2 bosqichlarda 1-o'rinni egallab, viloyatda 3-o'rinni qo'lga kiritdim. Qolaversa, darsdan bo'sh vaqtlarimda men she'riyat bilan, ijod bilan ham shug'ullanib turaman. Ko'pgina she'rlarim Xo'jaobod Haqiqat gazetasida, Andijonnoma gazetasida, Iqbol gazetasida chop ettirilgan. Men ulardan
birini sizga o'qib bermoqchiman. Boshing uzra nur sochadi quyoshing. Oltindan qimmatdir bir dona toshing. Tog'lardan balandroq bo'lsin bardoshing. Mening ey jonajon O'zbekistonim, hal faslda qilasan to'y tomosha. Qushlar ham keladi tog'lardan osha. Hech qachon yiqilma, to abad yasha. Mening ey jonajon O'zbekistonim, go'zal sarhadingni kezdim piyoda. Sendayin xalq hech ham yo'qdir dunyoda. Mehmon do'stlik, sahiylikda ziyoda. Mening ey jonajon O'zbekistonim, husnu jamoningdan kuch olur tanim. Kindik qonim tomgan aziz maskanim, borlig'im, borimni senga atadim. Mening ey jonajon O'zbekistonim. Xo'jaobod transport kasb hunar kollejining a'lochi va bilimli, iqtidorli o'quvchilari tuman va viloyat miqyosida o'tkaziladigan fan olimpiadalarida muvaffaqiyatli ishtirok etib kelmoqdalar. O'quvchilarni erishayotgan yutuqlarida kollejning malakali ustoz murabbiylari, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining hissalari kattadir. Biz barkamol o'ktam avlodmiz, kelajagi buyuk davlatmiz. Xo'jaobod qishloq xo'jalik kasb hunar kollejining 77 nafar o'qituvchi va muhandis pedagoglari 1180 nafar o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berib kelmoqdalar. Kollejda 57 turdagi to'garaklar, sport, kasbiy ta'lim va umumta'lim fanlaridan tashkil etilgan. Kollejga yosh bo'lishiga qaramay yangilikka intiluvchan, harakatchan pedagog Sanjarbek Aliqulov rahbarlik qiladi. Har bir yig'ilishda, davra suhbatida asosan kollejdagi ta'lim sifati va samaradorligiga erishish, o'quvchilarni amaliyoti darslarini namunali o'tkazish, kollej bitiruvchilarining diplom oldi amaliyoti davrini mazmunli tashkil etishga alohida ustoz muhandis pedagoglar ajratilgan. Kollejda haftaning har juma kuni o'tkaziladigan ma'naviyat va ma'rifat soatlarida har bir o'qituvchi o'z ma'ruzasi bilan ishtirok etadi. Bugungi kunda kollejimizda 1180 nafar o'quvchi ta'lim tarbiya olyapti. Ularga 57 nafar o'qituvchi pedagoglar, 22 nafar muhandis pedagoglarimiz ta'lim tarbiya berishyapti. Kollejimizda 7 ta yo'nalish bo'yicha ta'lim tarbiya beriladi va mutaxassislar qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi. Ayni kunlarda kollejimizning 2-3 bosqich o'quvchilari ishlab chiqarish amaliyotini o'tash uchun korxona tashkilotlariga chiqarilgan. Ular bilan tuziladigan 3 tomonlama shartnomalar to'laqonli tuzib bo'lingan. Kollejimiz o'zida tuman hokimligida, viloyat o'rta maxsus kasb hunar ta'limi boshqarmasida o'quvchilarni ishga joylashtirish bo'yicha shtablar tashkil qilingan. Kollejimizga 2002-2003 yillarda Yaponiya granti asosida jihozlangan yangi jihozlar, yangi texnikalar olib kelingan. Bitiruvchilarimiz soni 364 nafar o'quvchi o'sha 7 ta yo'nalish bo'yicha o'qish tamomlaydi bu yil. Imtiyozli bank kreditlarini olish uchun 19 nafar o'quvchi qiziqish bildirgan, o'z istagini bildirgan. Bugungi kunda bank xodimlari, soliq inspeksiyasi xodimlari kelib kollejda targ'ibot ishlarini olib borishyapti. Kollej hududini obodonlashtirish bo'yicha ancha ishlar olib borildi. Xususan kollejimiz o'zidan tashqari o'quv tajriba xo'jaligimizda, kollejda atrof hududlarni ham obodonlashtirish bo'yicha ishlar yo'lga qo'yilgan, olib borilyapti. Tarix fanidan dars o'tish jarayonlarida yangi texnologiyalardan foydalangan, ya'ni klaster, baliq ovi, baliq skeleti va bir nechta usullardan foydalanib dars o'tib kelmoqdaman. Bizning kollejimizda ustoz shogird an'analari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasida jami 20 nafar o'qituvchi bo'lib, ulardan ko'plari yoshlar hisoblanadi. Shuning uchun men 2 nafar o'qituvchiga murabbiylik qilib kelmoqdaman. Bulardan biri Yo'ldashev Nosirjon. U 2014-yilda Andijon davlat universitetining pedagogika fakultetini bitirib, oila psixologiyasi fanidan dars berib kelmoqda. U boshqa o'qituvchilardan, yosh o'qituvchilardan o'zining tirishqoqligi, mehnatsevarligi bilan ajralib turadi. Yosh tarixchi to'garagi rahbari sifatida 15 nafar o'quvchiga rahbarlik qilaman. Bu to'garakda asosan prezident asarlarini,
milliy urf-odat an'analarimiz, o'tmishimiz merosi va mustaqillik davri tarixini o'rgataman. Fan olimpiadalarida ishtirok etayotgan o'quvchilarimiz ham bor. Bular ana shu iqtidorli o'quvchilar hisoblanadi. Said Rasulxo'ja Solixonov tarix fanidan fan olimpiadasida tuman bosqichida birinchi o'rinni olib, viloyat bosqichida faol ishtirok etdi. Siz qonunni bilasizmi? Qomusim faxrim mavzusidagi o'tkazilgan ko'rik tanlovlarida bizning talabalarimiz faol ishtirok etib, tuman bosqichida 2-o'rinni egalladilar. O'zimning ish jarayonimda O'zbekiston Milliy universiteti, Andijon davlat universiteti, Andijon qishloq xo'jalik institutlari bilan hamkorlik shartnomalari asosida ish olib bormoqdaman. Tarix fanidan va shaxs va jamiyat fanlaridan ta'lim texnologiyalarini yaratdim. Mana shu ta'lim texnologiyalari respublika miqyosida ommalashtirildi. 2014-yil Andijon davlat universitetining pedagogika fakulteti, pedagogika va psixologiya yo'nalishini tamomlab, Xo'jaobod qishloq xo'jalik kasb kollejida psixologiya fani bo'yicha dars mashg'ulotlarini boshladim. Ustozim Zokirova Farida opa oliygohda olgan bilimlarini dars mashg'ulotlarida o'tish mobaynida turli noan'anaviy metodlar dan foydalanib dars mashg'ulotlarini o'tayapman. Undan tashqari kollejda Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatining boshlang'ich tashkiloti yetakchisi sifatida faoliyatimni yuritganman. Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatining 180 ta a'zosi mavjud hozirgi kunda. Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati tomonidan tashkil etilgan muntazam o'tkazilib borilayotgan tuman miqyosida talabalar o'rtasida o'tkaziladigan turli qo'noqlar va zukkolar tadbirlari va siz qonunni bilasizmi? Ko'rik tanlovi va shuningdek shumkonlar harbiy sport musobaqalarida faxrli o'rinlarni egallab kollejimizni obro'sini yuksakliklarga ko'tarishga harakat qilib bormoqdaman. Kollejda iqtidorli va iste'dodli o'quvchilar ko'pchilikni tashkil etadi. Ular hatto qishloq xo'jaligi sohasida ishlovchi yengil po'latli kultivatsiya, ya'ni yerga ishlov beruvchi, ayniqsa daraxtlar tagidagi yerlarga ishlov beruvchi moslamani ham tayyorlay oladilar. Rahmatulloh Abdullayev ham ana shunday iqtidorli o'quvchilardan biridir. Texnika sohasiga qiziqaman va elektr jihozli bir qismli plug yaratdim. Bundan maqsad tejamkorlik va ish kuchini sarflamaslik. Bu oldingi harakatlanishni ta'minlaydi. Agar mabodo haydov paytida tiqilib qolsa, mana bu yerda orqaga esa, u orqaga yurib, keyin yana oldiga davom ettiriladi. Qishloq xo'jalik kasbini kollej bo'lgani uchun uni uchastkamizda va kichkina tomorqalarimizda foydalanamiz. Buni yaratishimda menga Xolmirzayev Jamshid aka yordam berdi, ustozim. Umidaxon Ro'ziyeva va Nozimaxon Zo'rxo'jayevalar iste'dodli ijodkor o'quvchilardan. Ularning ijod namunalari viloyat va respublika vaqtli matbuot sahifalari va jurnallarda nashr etilgan. Ularning ustozi Dilfuzaxon Zokirova hamisha o'quvchilarni qo'llab-quvvatlaydi. Kollejda ustoz-shogird an'anasi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Kollej ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Abdumuxtor Nurmatov, kasbiy ta'lim bo'yicha direktor o'rinbosari Nazokatxon Eshonovalar o'z tajribalarini kollejda endigina o'qituvchilik faoliyatini boshlagan yosh ustozlarga o'rgatib keladilar. Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati, yoshlarga yaratilayotgan shart-sharoitlar bizning kollejimizda ham o'z ifodasini topgan. Biz yoshlarning ilm olishimiz, o'z iqtidorimizni, iste'dodimizni namoyon qilishimiz uchun kollejimizda barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Darsdan keyingi bo'sh vaqtimizni ham mazmunli o'tkazish uchun to'garaklar, turli xil tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Men ham o'zim adabiyot fanlarga qiziqqanim sababli o'zim ham she'rlar, hikoyalar yozib turaman. Bunda menga ustozimiz Zokir va Dilfuza opa yaqindan yordam beradilar. Ularning ko'magida turli tanlovlarda, ko'rik tanlovlarda, tadbirlarda faol ishtirok etib, turli xil nominatsiyalar bo'yicha g'olibliklarni qo'lga kiritib kelmoqdaman. Ustozlarim ko'magida kitobimni nashrdan chiqardik. Bu kitobimda vatanim,
ona vatanimga bag'ishlangan, o'zimning mahallamga, yurtimga, o'qish muassasamga atalgan she'rlarim o'rin egallagan. Bizlar yurtning qanoti, ertangi kuni buyuk ishlar qilamiz. Bizlar ko'p hali, o'zgalar qandayin atasa mayli, biz mustaqil yurtning farzandlarimiz. Ajdodlarning munosib avlodi bo'lib, har doim har jabhada qo'lga qo'l berib, doimo yurtimiz tayanchi bo'lib, biz mustaqil yurtning farzandlarimiz. Muqaddas tarixdan kelajak sari shahdan qadam ila bormoqdadirmiz. Buyuk kelajakni quramiz, chunki biz mustaqil yurtning farzandlarimiz. O'qituvchilarning ko'magida Baxt manzili nomi bilan atalgan she'riy kitobim hozirda nashrdan chiqdi. Hozir men O'zbekistonim degan she'rimni aytib bermoqchiman. Qanchalar go'zaldir bu ko'hna olam, chiroying madh etib kuylaymi baland, sen bugun barchani etajaksan lol. Ey go'zal diyorim O'zbekistonim, zamin humo qishlaring keng qanot yozsin. Temurdek albatta yosh avlod o'ssin, muqaddas vatanni tuprog'in asrab, sen uchun jonini fidolar etsin. Seni tark etganlar endi senga zor, seni mensimaganlar endi sensiz xor. Ko'hna tarixingdan tilim qoldi lol. Ey go'zal diyorim O'zbekistonim, tarixingdan olgaymiz ibrat, har odamni qilgaymiz hurmat. O'zbeklarda bordir diyonat, go'zal diyorim O'zbekistonim. Asosan yangi texnologiyalar bo'yicha darslar o'tishga harakat qilaman. Bunda aqliy hujum, savol-javoblar, bahs munozaralardan foydalanaman. Albatta men o'zimning darslarimda o'quvchilarimga mana shu O'zbekistonda kelajagi uchun xizmat qiladigan komil insonlar bo'lib voyaga yetishida o'zimni ozgina hissa qo'shganimdan bag'oyat xursandman. Men mana shu kollejda yosh ijodkor deb atalgan to'garak ochganman. Bu to'garagimda asosan adabiyot faniga qiziqqan o'quvchilarni jalb etganman. Bu o'quvchilarimdan Zo'rxo'jayeva Nozimaxon, Ro'ziva Umidaxonlar o'zlarini she'rlari bilan, qilayotgan ishlari bilan meni nazarimga tushdi va bu narsadan men ham xursand bo'lib, ularga albatta ijodiyotiga yordam berishga harakat qilyapman. Yaqinda bu qizlarimiz she'rlarini mana shu kollejimiz jamoasi bilan birgalikda u qizlarimizni kitoblarini nashrdan chiqardik. Kollej o'quvchilari turli tadbir va ko'rik tanlovlarda muvaffaqiyatli qatnashib kelmoqdalar. Quvnoqlar va zukkolar bellashuvi, siz qonunni bilasizmi, barhayot an'analar, yagonasan muqaddas vatan kabi ko'rik tanlovlardagi o'quvchilarning ishtiroklari bunga misol bo'la oladi. Biz barkamol o'ktam avlodmiz, kelajagi buyuk davlatmiz. Xo'jaobod qurilish kasb-hunar kollejida 1274 nafar o'quvchilar ta'lim-tarbiya oladilar. O'quvchilarga 94 nafar kollejning malakali ustoz-murabbiylari, ishlab chiqarish ta'limi ustalari bilim va kasb sirlarini o'rgatib keladilar. Kollejda o'quvchilar avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha texnik mexanik, kompyuter va kompyuter tizimlarini sozlash va ta'mirlash texnika, tikuv va tikuv trikotaj buyumlarini ishlab chiqarish texnik texnologi, umumqurilish ishlari ustasi, avtomobil yo'llari, ko'priklari, transport inshootlari va aerodromlarni qurish, foydalanish va ta'mirlash texnika kabi 5 turdagi mutaxassisliklar bo'yicha bilim va kasb sirlarini egallab kelmoqdalar. Hozirgi kunda xorijiy tillarda erishayotgan yutuqlarni juda ham ko'plab sanab bersak bo'ladi. Televideniya, matbuot orqali hatto xorijiy tillarda o'qitish usullarini keng qo'llanyapti. Noanaviy texnologiya yordamida biz hozirgi kunda juda ham katta yutuqlarga erishyapmiz. Fan to'garaklardan Happy English'larda o'tyapmiz. Shu tariqa hozirgi kunda yoshlar ingliz tiliga juda keng qiziqishi uyg'onyapti. Biz hozirgi kunda kollejimizda 3 ta lingofon xonamiz bo'lib, hammasi zamonaviy tarzda jihozlangan. Kafedramizda 12 nafar malakali ingliz tili o'qituvchi bo'lib, ular hammasi malakasini, toifalarini oshirib kelgan. Talabalarga juda yuksak qiziqish bilan dars beradi. Talabalarimiz hozirgi kunda bemalol ingliz tilida gaplashish darajasiga yetib chiqqandan biz juda ham mamnunmiz, xursandmiz.
dunyo tili bo'lgani uchun xorijiy tilga biz ham butun qiziqish xorijiy tillarga juda ham yuksak bo'lyapti talabalar tomonidan. Bizi bo'limimizda 311 nafar o'quvchi tahsil oladi. O'quvchilarimizga juda ham katta yaxshi sharoitlar yaratilgan. O'quvchilarimiz avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha tahsil oladilar. Bunda bularga Koreya grant asosida jihozlangan xonalarda amaliyot darslarini olib borishadi. Biz o'quvchilarimiz o'qish bilan birgalikda oxir diplom olishda avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha usta diplomi bilan birgalikda B toifali avtomobil boshqarish guvohnomasi ham birga oladilar. Bu o'quvchilarimizga berilgan juda ham katta bir imkoniyat deb bilamiz. Eng so'nggi rusumdagi avtomobillarni maketlari bilan jihozlangan va bularni o'zlari qo'li bilan ushlab ko'rib, o'zlarini ko'zi bilan ko'rib, bularni qanday ishlayotganligi va xizmat ko'rsatishda o'z qo'llari bilan ko'rib bajaradilar. Biz o'quvchilarimiz o'zlarini yaxshi bilimlari bilan hozir mana butun tumanimizda o'rnak bo'lib kelmoqda. Xo'jaobod qurilish kasb-hunar kollejida 368 nafar o'quvchi bitirib chiqmoqda. Bulardan 168 nafari qizlarni tashkil etadi. Xo'jaobod qurilish kasb-hunar kollejida ikkinchi bosqichda o'quvchilarimiz ishlab chiqarish amaliyatiga, 3-kurs bosqichdagi talabalarimiz esa diplom oldi amaliyatiga chiqarildi. Kollej bitiruvchilaridan yosh tadbirkor bo'lmoqchi bo'lgan istagini bildirgan o'quvchilarimiz 20 nafar ariza bilan murojaat qilishgan. Hozirgi kunlarda bizning iqtisodiyot fani o'qituvchilarimiz ularga biznes ishlarini tuzishda amaliy ko'mak berishmoqda. Va yaqin kunlarda bu ishlar hal bo'linishi bo'yicha tumanimizda mikrokredit, Xalq banki tomonidan amaliy yordam ko'rsatilyapti. Tuman prokuraturasi, tuman hokimligi tomonidan mehnat yarmarkalari tashkil etildi va bularga kerakli bo'lgan savollarga javoblar berildi. O'quvchilar tomonidan qiziqtirgan barcha savollarga bolalar keraklicha javoblarni olishdi va o'zini tanlagan ixtisosi bo'yicha, yo'nalish bo'yicha o'zini o'sha tashkilotlarga uch tomonlama shartnomalarni tuzishga muvaffaq bo'lishdi. Maktablarning ochiq ishlar kuniga jalb qilindi. Albatta kelib bizni kollejimizga yaratilgan sharoitlarni bilan tanishib, ularda juda katta ishonch, g'urur bilan bizni Xo'jaobod qurilish kasb-hunar kollejiga hujjatlar topshirishini ma'lum qilishdi. Bular hozirgi kunda 200 nafardan oshib ketdi. Bizning kollejimizda o'quvchilarning 545 tasini qizlar tashkil qiladi. Orasida qizlar klubi tashkil qilingan. Pazandachilik, yumshoq o'yinchoqlar tayyorlash, to'quvchilik, biserkadash, yosh informatiklar, yosh sportchilar to'garaklari faoliyat olib boradi. Iqtidorli o'quvchilarimizdan shu 2-guruh talabasi, 216-guruh talabasi Mamir va Mehrinoz, 212-guruh talabasi Ashuraliyeva Shahnoza, Qosimjonova Sarvinoz. Xo'jaobod qurilish kasb-hunar kollejining o'quvchilari o'zlari tanlagan soha yo'nalishida kasb sirlarini o'rganish bilan birgalikda ular B va C toifasidagi haydovchilik guvohnomasiga ham ega bo'ladilar. Bu ham o'quvchilarga kollejda yarata berilgan imkoniyat va qulayliklardan biridir. Biz barkamol o'ktam avlodmiz, kelajagi buyuk davlatmiz. Xo'jaobod tibbiyot kollejining 1045 nafar o'quvchilariga 78 nafar malakali ustoz murabbiylar ta'lim-tarbiya beradilar. Bizning kollejimiz 1987-yilda tashkil topib, 2004-yildan boshlab mustaqil kollej maqomini oldi. Kollejimizda 4 ta yo'nalish bo'yicha dars beriladi. Birinchisi hamshiralik ishi yo'nalishi, ikkinchisi davolash ishi yo'nalishi, uchinchisi stomatologiya va to'rtinchisi farmatsevtika assistenti bo'limlari mavjud. Hozirda shu bo'limlarda hammasi bo'lib 1045 ta o'quvchi ta'lim tarbiya olyapti. Kollejimiz shifoxonaning yonginasida joylashgan. Nazariy darsini bu yerda oladi-da, amaliyotga shifoxonaga chiqamizda shundoq o'quvchilarga qaysi mavzuda nafas yo'llari kasalligimi, yurak qon tomir kasalliklarimi, shunga mos, shunga o'xshagan kasallarni topib, ashitdi o'zida amaliy muolajalarni o'quvchilarga ko'rsatamiz va o'quvchilar o'zi qo'li bilan mustaqil bizning nazoratimiz ostida shu amaliy muolajani bajaradilar. Birinchi Saydaxon Hamrayeva ish boshlagan bo'lsa, shundan boshlab mana undan keyin
Yunusov Amirjon domlamiz, undan keyin mana hozirgacha Temirxo'jayeva Odinaxon boshqarib kelyapti. Ularning shogirdlari va bularda shunday maqomga erishishida va bizni shu yerda dars berayotgan domlalarimizni shunaqangi ham amaliy, ham nazariy bilimlarimizni oshirishda bular juda qattiqqo'llik bilan ish ko'radilar. Sababki, endi tibbiyot bilan pedagogikani mukammal o'rganmasa, u na shifokor, u na o'qituvchi bo'ladi. Terapiya fanidan Hojiyev domlamiz bor. Xirurgiyadan mana Yunusov domlamiz, Umaraliyeva, pediatriya fanidan mana Zohidaxon Yusupovalar, hamshiralik fanlaridan nihoyatda bilimi o'tkir o'qituvchilarimiz dars berib faoliyat ko'rsatadi. Men bu tibbiyot kollejiga 2000-yilda kelganman. O'sha 2000-yildan buyon kafedra mudiri bo'lib ishlayman. Bolalar kasalligidan dars beraman. Bu bizning kafedrada 12 ta o'qituvchi faoliyat ko'rsatadi. Hammasi malakali ustozlar. Bu ustozlar doimo o'zining nazariy darslarini bergandan so'ng, ammo hammasini amaliyotga qo'llashadi. Ya'ni amaliy ko'nikmalarni barcha shu shifoxonalarda, yapon grantlar xonalarida noan'anaviy usullarda olib boramiz. Talabalar bunda juda ham bilimlari, ya'ni darsning sifatlari chiroyli bo'lib, doimo darslarimiz yaxshi, qiziqarli ravishda olib borilyapti. Jonkuyar ustozlarimizdan, pediatriya fan o'qituvchisi Abdullayeva Gulxumor opalar, ya'ni onalikda hamshiralikdan dars beradi Yusupova Nasibaxon, yana kafedramizda eng yaxshi faoliyat ko'rsatayotganlardan Abdujabbor va Hamidaxonlar, xirurgiya fan o'qituvchilarimiz hammasi jonkuyar, yangi texnologiya usullaridan foydalanib dars olib borishmoqda. Joriy yilda tibbiyot kollejini 325 nafar o'quvchi tamomlaydi. Bitiruvchilarni bandligini ta'minlash, o'quvchilarni diplom oldi amaliyotlarini samarali tashkil etish borasida bir qator ishlar tashkil etildi. Kollejimizni bu yil jami bo'lib 3 yo'nalishda 325 nafar o'quvchi bitirmoqda. Bitiruvchilarimizni hozirgi kunga kelib 172 nafarini kafolatlangan ish joylari bilan ta'minladik. Bitiruvchilarimiz orasida jami bo'lib 18 nafar bitiruvchilarimiz tadbirkorlik ishlari bilan shug'ullanish istagini bildirgan. Hozirda ularga mikrokredit bank, agrobank hamda hamkor bank xodimlari tomonidan amaliy yordam ko'rsatilib kelmoqda. Biznes rejalarini tashkillashtirishda o'zimizni kasbiy fan o'qituvchilarimizdan, iqtisod fan o'qituvchilarimizdan Barnoxon Ko'ziyeva hamda O'ringul Almatovalarni nazariy yordamlari olib borilmoqda. Bitiruvchi o'quvchilarimizni 4-may holatidan diplom oldi amaliyotlariga chiqartirdik. Ularga uslubiy rahbarlar tumanlar kesimida tayinlandi. Uslubiy rahbarlarimiz bitiruvchilarimizni Xo'jobod, Jalaquduq, Buloqboshi tibbiyot birlashmalarida o'z mutaxassisliklari bo'yicha diplom oldi amaliyoti o'tashlarini nazorat qilib borishmoqda. Kollejda tashkil etilgan Orasta qizlar klubiga kollejning iqtidorli o'quvchi qizlari jalb etilgan. Ijodkor va iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tishini ta'minlash, har bir o'tilayotgan dars jarayonlarida ta'lim sifati va samaradorligiga erishishda kollej direktori Odinaxon Temirxo'jayevaning xizmatlari kattadir. Ta'lim maskanida ustoz-shogird an'anasiga asosan tajribali o'qituvchilarga yosh o'qituvchilar biriktirilgan bo'lib, ularga dars o'tish usullari, me'yoriy hujjatlar bilan ishlashni shogirdlariga o'rgatib kelmoqdalar. Kollejda bitiruvchilarni yosh tadbirkor sifatida faoliyat yuritishlariga, bank imtiyozli kreditlardan foydalanishlariga, biznes loyihalar tuzishlarida ustozlar jamoasi eng yaqin yordamchilardir. Hozirgi kunda o'quvchilarimizga juda katta imkoniyatlar berilyapti. Shu asnoda o'quvchilarga darslarni video roliklar, slaydlar orqali o'tyapmiz va o'quvchilarimiz shu roliklarga qiziqishib, o'zlarida biznes rejalar tuzish salohiyati ortib, biz banklar bilan hamkorlikda biznes rejalar olib kelib, o'quvchilarga amaliy hamda nazariy yordam berib kelmoqdamiz. O'quvchilarimiz hozir ayniqsa endi qishloq sharoiti bo'lgani uchun qoramolchilik, trikotaj va savdo, parandachilik hamda pishiriq konditer sexlari va qishloq joylarida
go'zallik salonlarini ochish maqsadida qishloq joylarda uncha e'tibor berilmaydi. Shuning uchun qishloq joylarda go'zallik salonlarini ochish maqsadida oldiga maqsadlar qo'yib borishyapti qizlarimiz. Hozirgi kunda hamshira 308imizdan 4 nafar qizimizga biznes reja tuzib berdik. Davolash 367-gruppamizdagi yigitlarni 2 nafarga tuzib berdik va shu narsada Jala hududidagi paypoq sex bilan hamkorlikda ularni asbob uskunalarni qayerdan olib kelishi va necha pul ketishi haqida o'rganib ham keldik. Ular bilan birgalikda borib hamkorlikda ishlar olib boryapmiz. Hozirgi kunda prezidentimizning yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asari asosida qizlarimizga videoroliklar, slaydlar va erta turmushga chiqishning salbiy oqibatlari, 12 yillik majburiy ta'lim majbur ekanligi haqida qizlarimizga juda katta tushuntirish ishlari olib boryapmiz. Bu yerda bizga katta o'qituvchilarimiz, mahalladagi maslahatchi, hattoki ota-onalar ham kelib guruhlarda alohida har biri bilan suhbatlar olib boryapti. Yaqinda o'tgan haftamizda muomala, libos va biz haqida videoroligi nima qildik. Qizlarimizga har bir guruhlarda alohida tushunchalar olib bordik va qizlarimizga shu kiyimlarni qay tarzda kiyishimizni, qayerda qanday kiyim kiyishimizni haqida suhbatlar olib o'tkazdik. Keyin qizlarimizga har haftada bizga Respublika xotin-qizlar tomonidan mavzular biriktirilgan. Har juma bizda Orasa qizlar to'garak kuni guruh rahbarlari va men hamkorligimizda qizlarga har biriga Orasa qizlar qanday, jamiyatda qanday o'rni borligi haqida tushunchalar berib boryapmiz. Kollejning iqtidorli o'quvchilari o'zlarining ijod namunalari, bilimli ekanliklari bilan viloyat va respublika miqyosida o'tkaziladigan ko'rik-tanlov, bellashuv va konkurslarda muvaffaqiyatli ishtirok etishib, faxriy yorliqlar va esdalik sovg'alariga ega bo'lib kelmoqdalar. Mamlakatimizda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning imkoniyatlarini yuzaga chiqarish maqsadida mustaqilligimizning dastlabki yillardanoq juda ko'p islohotlar amalga oshirilmoqda. Men ham mana shunday ijodkor yoshlarning biri sifatida yoshligimdan adabiyotni nasr, nazm, jurnalistika yo'nalishlarda ijod qilib kelaman. Ijodiy ishlarim tuman, viloyat, respublika gazeta va jurnallarida muntazam berib boriladi. Mamlakatimizda bizni iqtidorimizni yuzaga chiqarish uchun barcha imkoniyatlarning eshiklari ochiq. Men ham shu imkoniyatlardan unumli foydalangan holda 2014-yili o'zimni hikoya ertaklar to'plamim, ya'ni Baxtli Onajon hikoya to'plamim hamda o'zbek alifbosining ingliz tiliga tarjimasi, she'riy tarjimasi Quvnoq alifbo Happy Alphabet nomli kitobim nashrda chop etildi. Men bugungi kunda biz yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, o'zimizning mutaxassisligimiz bo'yicha a'lo baholarga o'qib kelgusida yaxshi yetuk kadr bo'lib vatanimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan barkamol komil inson bo'lib yetishga harakat qilamiz. Biz barcha imkoniyatlarimizni yuzaga chiqarish maqsadida olib borayotgan ishlarimiz kelgusida vatanimizning ravnaqiga ulkan bir hissa qo'shish demakdir. O'zbekiston erka qizingman, biron til berding menga, oymomiqday gul berding menga, hayrat to'la dil berding menga. O'zbekiston erka qizingman. O'zbekiston ismingni yozib, qalbim aytar bo'lgil munosib, bobolarim izini bosib, yuragimni tumordek osib. O'zbekiston bir yulduzingman. O'zbekiston orzularim mo'l, orzularga o'zing qanot bo'l, hali gulga cho'mar o'ngi so'l, ufqlarga tutash oydin yo'l. O'zbekiston nurli yuzingman. Shifokorlar oilasi tavallud topganman. Yoshligimdan boshlab shu tibbiyotga, she'riyatga qiziqishlarim sababli tibbiyot kollejiga o'qishga kirdim. Uyimiz, xonadonimiz, ya'ni otam, onam, ya'ni amakilarimga o'xshab tish davolash shifokor, ya'ni stomatolog bo'lish niyatim bor. Ta'lim berib keladigan o'qituvchi, ona tili adabiyot o'qituvchi Hamdamjonov Zulxumor opa bo'ladi. Bu ustoz bizga o'zi bilmaganlarimizni o'rgatadi. O'zimizga ta'lim berib, ancha yuksalish yo'llarini bizga o'rgatmoqda. Yaqinda bo'lib o'tgan yuksak ma'naviyatli avlod festivalida badiiy ijod nominatsiyasi bo'yicha faxrli 2-o'rin egallab, viloyat bosqichiga yo'llanma oldim. Yangi yozgan she'rim, ya'ni Andijonim degan she'rni aytib beraman. Gulgun chechaklarga aks etgan bahor, seni qadamjolar aylagay ming bor, jo'shqin muhabbatim bo'lsin madadkor, yuksaklarga yetgan shan iftihorim, Andijonim mening ona diyorim. Bugun senda yashab qutuliq shon topdim.
oltin beshik uzra bir oshiyon topdim, mehribon madadkor fidojon topdim, ko'ksi qalqon bo'lgan sen madadkorim, Andijonim mening ona diyorim, buyuklardan buyuk bo'lib kelgan yurt, suyuklardan suyuk bo'lib kelgan yurt, yurak degay tuprog'ini ko'zlaringga surt, chiroy och bezavol gulgun bahorim, Andijonim mening ona diyorim. Malakali o'qituvchilarimiz tomonidan bizga juda ham yaxshi darslar o'tib boriladi. Men qiziqadigan fanlar asosan huquqshunoslik, ingliz tili va tarix fanlariga juda ham qiziqaman va muntazam ravishda to'garaklarga qatnashib kelaman. An'anaga aylanib qolgan Siz qonunni bilasizmi ko'rik tanlovida biz o'zimizni tibbiyot kollejimizdan iftixor jamoasini tuzgan holda mana hudud, mintaqa va viloyat bosqichlarida yo'llanmani qo'lga kiritib, viloyat bosqichiga chiqqandik. Viloyat bosqichiga chiqib, faxrli 3-o'rinni egallab qaytdik. Shu bilan birgalikda kollejimizda o'tkazilib kelayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bo'yicha faol ishtirok etib kelaman. Men kollejda ingliz tili, matematika, biologiya, ximiya, farmakologiya shulardan a'lo baholar olib kelaman. To'garakka to'qish bo'yicha qatnashaman va ularda faxrli o'rinlarni olib kelganman. Men kelajakda orzularim ko'p. Kelajakda bankdan imtiyozli kredit olib, hunarmandchilik seximni ochmoqchiman. O'zim kabi yoshlarga ish o'rinlari yaratib beraman. Mamlakatimiz prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov ma'ruzalarining birida kelajakda O'zbekiston yuksak darajada taraqqiy etgan iqtisodiyoti bilangina emas, balki bilimdon, ma'naviy jihatdan yetuk farzandlari bilan ham jahonni qoyil qilishi lozim degan edilar. Darhaqiqat, Xo'jaobod kasb-hunar kollejining iqtidorli, iste'dodli o'quvchilari ham kelajakda o'zlari tanlagan sohalarining bilimli, malakali kadrlari bo'lib yetishish maqsadida astoydil harakat qilmoqdalar. Kasb-hunar kollejlarining ustoz murabbiylari esa ularni yetuk mutaxassis bo'lib shakllanishlarida bor bilim va g'ayratlarini sarf etmoqdalar. Zero buyuk allomalarimizdan biri Abdurahmon Jomiy aytib o'tganlaridek, kim hunarni desa u dono bo'lur, nodonlar qudrat deb boylikni bilur. Bugun bizlar barkamol avlod. Shu vatanning suyanch ardog'i, azimchinor bo'lsa gar vatan, bizlar uning ko'rki yaprog'i. Mag'rur dilda muqaddas maqsad, shu vatanning koriga yarash va shuurga bosilgan dastxat, tiniq fikrat, keng dunyo qarash. Biz hech kimdan kam bo'lmaganmiz. Kam bo'lmasmiz illo hech qachon. Biz bir tanmiz, sobit qadammiz, ortimizda vatan jonajon. Biz barkamol o'ktam avlodmiz, kelajagi buyuk davlatmiz.